Menimcha bu xabarni eshitgan musofir bo'lmasa kerak. Ya'niki Rossiyaning Moskva hamda Sankt-Peterburg shahrida 1-yanvardan patent narxlari %100 oshadi va bu summalar qanchaligini hamma biladi. Kim bilsa komment yozib qoldirsin. Xo'p, demak Moskva hamda Moskovskiy oblastida aniq emas edi necha so'm bo'lishi va mana aniq bo'ldiki, Moskva, Moskovskiy oblasti hamda Sankt-Peterburgda yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga ishonchli va bazada turadigan registratsiya, trudodogor, uydimleniya, snils, NN deport zapret tekshirish va nima uchun deport bo'lgansiz, qachon deportingiz ochiladi, mana shu ma'lumotlar hamda dokument xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa 10 yil ish stajiga ega Avaz akamizga tavsiya beramiz. Quyidagi ekranda nomerlari turibdi. WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqinglar va o'z ishingizni mana shu Avaz akamiz orqali bemalol har doim bitirishingiz mumkin. 1-yanvardan 2026-yil Moskva hamda Moskovskiy oblastida 10 ming rubl rovna hozir 8 ming bo'lsa, endi 1-yanvardan 10 ming to'laysizlar. Sankt-Peterburgda yurgan akalarimiz hozir 6 ming to'lasa, 1-yanvardan endi 8 ming rubl to'laydi. Qolgan viloyatlarda qanday Zuhriddin deydigan bo'lsalar, pastda kommentariyada Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tsanglar, Rossiyaning boshqa hamma shaharlarda patent narxlari qanchagacha o'tishini Telegram kanalimizda joylab qo'yganmiz. O'sha joydan o'tib ko'ra olishingiz mumkin. Bizda aslan Moskva hamda Moskovskiy oblasti Sankt-Peterburgda odamlar ko'p kuzatgani uchun ko'proq odam talabi Moskva hamda Sankt-Peterburgdagi senalarni bilish edi. Shuning uchun aynan Moskva hamda Sankt-Peterburgni qo'ydik. Qolganini pastdagi kommentariyadagi birinchi silkadan Zuhriddin Musofir lotincha yozsanglar ham Telegramimiz chiqadi. Shu joydan olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi nima deb o'ylaysizlar? Bunga yarasha oyliklar ko'tarilarmikin? Hamma tayyormi? 1-yanvardan 10 ming rubl Moskva territoriyasi bo'yicha. Bu degani hozirgi kunda mana bu Rossiyaga yaqinda boraman deganlar uchun bu ma'lumot 10 ming rubl qancha so'mga deydigan bo'lsalar, hozir 100 rublimiz, 1000 rublimiz 135 ming bo'ladigan bo'lsa, 10 ming rublimiz 1 million 350 ming bo'ladi. Bu degani hozirgi kunda dollar kursi 100 dollarimiz 1 million 190 orasida bo'lyapti. Bu degani, xo'p, 100 dollari 110 dollar, 120 dollar orasida to'laysiz degan oyiga. Tushunyapsizlar? Moskva hamda Moskovskiy oblastiga kim boradigan bo'lsa, tayyor turinglarki, patentni o'ziga oyiga 110-120 dollardan to'laysizlar. Sankt-Peterburgda yurgan akalarimiz o'sha 8 ming bo'lsa, salkam 100 dollarda, xullas. Sizlarniki Sankt-Peterburgdaniki 100 dollar, ya'ni 1 million 200 ming to'lashadi ular. Xullas, mana shunaqa yangiliklar. Bunaqa yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Inshaalloh Xudo xolasa yana Rossiyada ish bizda juda ham ko'payapti. Albatta Telegramda birinchi bo'lib chiqyapti va Instagramda ham chiqarib boryapmiz. Shuning uchun Instagramda ham Zuhriddin Musofir kanali bilasizlar, bitta maniki 200 ming tali. O'sha joyga o'tib, Instagramda ham bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh Xudo xolasa yangi ishlarni birinchi bo'lib biz sizlar uchun chiqarishda davom etamiz. Bugunga mana shular edi. Musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.